Patentni chekini to'lashga men qilgan xatoni qilmang deb videoni ko'rsatmoqchi edim. Ayolimni patentini to'g'ri to'layapman deb noto'g'ri to'lab patentini kuydirib qo'yibman. Hozir kirdi chiqdi qildirib keldi. Endi boshidan patentga topshiramiz. Hamma odam patent olgan vaqtda mana bunday qog'oz beradi, mana shu bilan to'laydi. Kimdir o'zini akasini, ukasini, kimnikini, dadasi, kimdir ayasini, kimdir xotinini patentini o'zini Sberbankdan to'lab beradi. Ana shu vaqtda, mana shu QR kod bilan to'lagan vaqtda rasmga tushirasiz. Shu vaqtda Sberbank kimniki bo'lsa, o'sha odamni INN nomeri yozilib qolar ekan. Bu men o'zimniki prosta ko'rsatyapman. Men xuddi ana shunday to'g'ri to'layapman deb to'laganman, lekin o'zimni Sberbankimdan to'laganman. Sberbank avtomatik meni INN nomerimni yozib qo'ygan, pul u patentga tushmay ekan, patent kuya ekan. Siz ham mana shu xatoni qilib qo'ymang. O'sha vaqtda o'zingizni INNingizni o'chirib, kimni patentini to'lab bersangiz, o'shani INN nomerini yozib to'lang. Iloji boricha o'sha odamni Sberbankdan to'lashga harakat qiling. Videoni o'zimizni jigarlarga tashab qo'ying. Ular ham mana shunday qilib patentini kuydirib qo'ymasin.